Siz Alisher ismining ortida qanday buyuk va sirli qudrat yotganini bilasizmi? Ular sirtda xotirjam, muloyim va jiddiy ko'rinsa-da, qalbida haqiqiy sherning jasorati yashiringanini ko'pchilik seza olmaydi. Bu ism ikki buyuk sivilizatsiya, arab va fors tillarining birlashuvidan paydo bo'lgan. Ali oliy, yuksak va tengsiz degani. Sher esa barchamizga ma'lum jasorat ramzi. Ya'ni bu ismning tub falsafiy ma'nosi oliy darajadagi sher. Tarixda bu ism asrlar osha faqat daholarga va chinakam yetakchilarga nasib etgan. So'z mulkining sultoni Alisher Navoiyni eslang. Alisher ismli insonlarda 3 ta aql bovar qilmas noyob xislat bor. Birinchidan, ular hayot qiyinchiliklarida aslo sinmaydi. Yiqilsa ham yanada kuchliroq bo'lib o'rnidan turadi. Ikkinchidan, o'z yaqinlari va oilasi uchun ular o'tib bo'lmas qoyaga aylanadi. Mutlaq sadoqatli do'st. Uchinchidan, ulardagi tug'ma intuitsiya shu qadar kuchliki, har qanday insonning asl yuzini bir ko'rishdayoq bilib oladi. Ularning psixologik siri nimada bilasizmi? Ular hech qachon mayda-chuydaga o'ralashmaydi. Karyera va moliyada doim eng katta marralarni ko'zlaydi. Eng yashirin qobiliyati esa o'z so'zi bilan millionlar qalbini zabt eta olish kuchidir. Ey Alisher, ichingizdagi o'sha ulkan qudratni uyg'oting. Siz buyuk ishlar qilish uchun tug'ilgansiz. Qanotlaringizni keng yozing va olg'a intiling. Bu videoni hayotingizdagi eng zo'r Alisherga yuboring. Biz Trendo AI jamoasi har qanday sun'iy intellekt bilan ishlaydigan saytlar, botlar va boshqa loyihalarni yaratamiz. Xizmatimizga qiziqsangiz, direktga yozing.